9-cı bab. Mən dünyada boluvatqan işlarni köngül qoyub əstayidil közətdim. Haqqani və dana adamlarning hamda ularning ish harakatlarining Xudoning ilkida ekanligini bildim. Lekin ular o'zlarining ish harakatlarining yaxshi ko'riladigan yoki ko'rilmaydiganligini bilmaydi. Chunki bu kelgusida bo'ladigan ishlar. Mayli haqqani odam yoki razil odam, mayli yaxshi odam yoki yomon odam, mayli pok odam yoki nopok odam, mayli qurbonlik qiladigan odam yoki qurbonlik qilmaydigan odam, mayli yaxshi odam yoki gunohkor odam bo'lsin, qasamxo'r yoki qasam ichishdan qo'rqadigan odam bo'lsin, hammasining taqdiri o'xshash bo'lib, o'limga yuzlanadi. Quyoshning ostidagi bu dunyoda yuz bergan ishlarning ichida odamni azoblaydigan bir ish shuki, hamma odamning taqdirining oxirgi hisobda o'xshash bo'lishidir. Uning ustiga insonlar hayot vaqtida hayoti razillikka, qalblari ahmoqlikka to'lgan bo'ladi. Ondan bu olamdan ketadi. Hayot bo'lsila umid bo'ladi. Tirik it hamon o'lik shirdan yaxshidir. Hayotlar o'zining o'ladiganligini biladi. O'lib ketganlar hech nimani bilmaydi. Ularga yana inom yo'qdir. Ular butunlay unutilib ketiladi. Ularning muhabbat, nafrat va hasadlarimi allaburun yo'qolgan. Quyoshning ostidagi bu dunyoda yuz bergan ishlarda mangu ularning nesivisi bo'lmaydi. Beringlar, xushal-xuram tamoqinglarni yeb, shodlik bilan sharobinglarni ichinglar. Chunki bular Xudoning sizlarga bergan inomidir. Pakiz, chiroyli kiyimlarni kiyinglar. Çaşlarınlardan xushbo'y may ayrılmasın. Sen bu behudda hayotingni, yani Xudo sana ata qilgan quyoshning ostidagi bu dunyodagi kunlaringni o'zingning yaxshi ko'rgan ayoling bilan birga xushal-xuram o'tkazgin. Chunki bu sening bu dunyoda jafoliq ishlaganingning bedeliga berilgan nesividir. Qilalaydigan ishlaringni amal bor, tirishib qilgin. Chunki sen o'lib ketgandan keyin boqiy dunyoda qiladigan ish, plan, bilim va donolikmi yo'q. Men yana quyoshning ostidagi bu dunyoda musobaqada tez yugursila mukofotga erishgili bo'lmaydiganligini, jangda botur bo'lsila g'alaba qilg'ili bo'lmaydiganligini, dono bo'lsila yemaklikka erishgili bo'lmaydiganligini, chechan bo'lsila boy bo'lg'ili bo'lmaydiganligini, bilimlik bo'lsila qadrlik bo'lmaydiganligini, bularning hammasida fursat va sharoitmi muhim rol o'ynaydiganligini tushundim. Hech kim ajalning qachon keladiganligini bilmaydi. Xuddi to'rga kirib qolgan beliqdek, tuzoqqa tushib qolgan qushdek, insonmu tuyuqsiz kelgan balo qazodan qechib qutulolmaydi. Men quyoshning ostidagi bu dunyoda yana aql farosatning namunasini ko'rdim. U menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Aholisi ancha ko'p bo'lmagan bir kichik shahar bo'lgan ekan. Kuchlik bir podshoh bu shaharga hujum qilib, uni qo'rshovga opdi va shaharga besib kirish uchun sepilg'i to'pi dövlabdi. Ammo bu shaharda Namrat, lekin dono bir odam bo'lgan ekan. U o'zining donoligi bilan shaharni qutqizib qopdi. Keyin kishilar uni unutib ketibdi. Shunga men aql farosat qora kuchdan g'olib deb qarayman. Lekin Namrat odamning farosati kamsitildi. Hech kim uning so'zlariga quloq solmaydi.
Dana odamning samimiy so'zlarini angla. Nadan hükümdarning varqirashlariga quloq salma. Danalik qoral yaraqdan üstün turdu. Lekin bir gunohkor odam ko'p yaxshi ishlarni buzishi mumkin.